Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan yurtdoshlar, savdogarlar kanalining hurmatli aziz kuzatuvchilari, aziz obunachilar. Bugun biz mana 2026-yil 12-iyun juma kunida turibmiz. Hammalaringizni juma ayyomlaringiz bilan tabriklaymiz. Terak kesish jarayonidamiz. Kimdan kim shunaqangi terakni sotmoqchi bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda bitirib olamiz. Ham olamiz, ham sotamiz. Uy qurayotgan akalarimizga maxsus bo'lyapti. Har xil to'sinlarga, har xil o'lchamdagi to'sinlarimiz bor. Zakaz asosida bitirib beramiz. Sotiladigan teraklar bo'lsa ham ikkilanmay aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona viloyat manzilimiz, o'zimizni savdo markazimiz manzilimiz Farg'ona viloyat Marg'ilon shahrida. Biz hozir Quvasoyda Nayman degan qishloqda turibmiz. Farg'ona Quvasoy Nayman qishlog'i. Kesilayotgan holatlarni ham birma-bir ko'rsatamiz. Yuklanayotgan, kesilayotgan holatlarini ko'rsatamiz. Sotiladigan teraklar bo'lsa ham ikkilanmasdan aloqaga chiqaverasizlar. Bitta, ikkita, uchta odamni ko'rsatib, ko'ngilni xotirjam qilib sotmoqchi bo'lsalaringiz, aziz yurtdoshlar, aloqadamiz. Xo'p, biz 10 ta, 20 ta, 30 ta terak bo'lsa, agar yon atroflaringda yana qo'shimcha bo'lsa, bir kunda 100 ta, 150 ta, 200 tadan oshiq, 200 tagacha bo'lsa, borib kesamiz. 15 ta, 20 taga to'g'risi 7 ta, 8 ta odam bilan qoplamaydi. Ko'pchilik shu e'lonlarimizni chiqaramiz. Ko'pchilik telefon qiladi, 10 ta terak bor, 20 ta terak bor, 30 ta terak bor deyshadi. 20 ta, 30 ta terak to'g'risi qiyin bo'ladi olishimiz. Kamida 100 dona, 150 yo 200 dona bo'lishi kerak. Shunaqa leslar bo'lsa, shunaqa maydonlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Butun vodiy ichi bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona, Qo'qon, Qo'shtepa ekranlar nomerlar xizmatlaringda xudo xolasa. Kuzatib boringlar qadrdonlar, biz yuklayotgan holatlarni ko'rsatamiz. Videomizga chiroyli like bosib, qo'llab-quvvatlab, terakni sotmoqchi bo'lib, uy qurmoqchi bo'lib, terak olaman deydigan akalarimizga shu videomizni jo'natib bersizlar qadrdonlar. Kuzatib boringlar, chiroyli, qiziqarli lavhalar bor. Oxirgi mashinamiz mana. Oxirgisi bas ekan, ikkinchisi ekan. Uchinchi mashina endi to'layapti, hozir chiqadi. Ulgurdi, kelishilgan holatda dehqon akalarimizdan sotib olamiz. Zakaz asosida ham bitirib beraveramiz. To'sinlar har xil razmerlari bor.